45 milyon so'm to'yni shikani etib üzerimiz so'p beramiz. Ikkinchi qism. Üstlerden ne ola bo'ladi? Üstler vobshe zo'r bo'ladi. Ya'ni nan asarti qo'yiladi, chakka chukka 6 xil qo'yiladi, misnoy asarti 4-5 xil asarti bo'ladi. Sir asarti 3-4 xil, bayrak asarti 3-4 xil, tandıra tovuq bo'ladi. Salatlarning 5 xilisi bo'ladi, pechonining 3 xilisi bo'ladi. Suv asartini 10 xilidan 12 xilidan 2 yere qo'yiladi. Meyve asartini 10 xilisi qo'yiladi. Undan tashqari sveji salatlar plus minus pechenyalar qo'yiladi. Bugun Humonur to'yxonasindamiz. Mijozimiz 720 mestali to'yni ishonishni bizlarga topshirdilar va biza chiroyli tuzibmiz. Ustalar zo'r. Shuning ichida to'yxonasi, ofitsianti, oshpazi, korteji, san'atchori, sahna bezaklari uyingizdan bezab beradi. Undan tashqari studiyalari, podarkalari, hamma xarajatlari bilan 45 milyon so'm tushadi. Endi sizga savol, shuning chiroyli to'yxonada, buz dikkanada, zo'r atmosferada to'y etib beramiz. Hammasi shuning ichida. Ozgina o'ylanib ko'ringlar. Endi navoda bo'lasizlar, o'zingiz qilsangiz shu puldan arzon qilib bilasizlarmi? Savol beringlar va o'tirib hisob kitob etib ko'ringlar. Men aytgan narsalarda bunday atmosferada menimcha to'y etishingiz, menimcha o'zingiz qilsangiz qiyin. Sabab bizda dehqonchilik produktlarimiz ham bizlardan, to'yxonamiz ham bizlarimizdan, hammasi o'zimizdan. Shuning uchun ham xalqimiz uchun eng arzon baholarda qilib qo'yamiz. Kommentda fikringizni qoldiring. Sizning fikringiz kommentariyada biz uchun muhim.